Ana, Nima ekan dadasi? ana endi och ko'zingni. Ha? Mana, ko'rdingmi? Shu globus sovg'a qilmoqchimisiz? Qanaqa globus? Esing joyidami seni? Mana bu Tailandni ko'ryapsanmi? Mana bu Tailandni. Men seni mana shu yerga aylantirishga olib bormoqchiman-da, xotin. Voy rostami dadasi? Aylanishga boramizmi? Ha, aylanishga. Voy, uncha yaxshi dadasi. Xursand bo'l xotin, xursand bo'l. Xursand bo'l xotin. Sen haligi fil-pillardan qo'rqmaysanmi? Ha? Yo'q. Endi ular qo'rqinchli bo'ladi-da. Tuyadan qo'rqmaganman-ku dadasi. Ay, xotin, uni farqi bor. Ha? Tuya, bu filni xartumi bor, xartumi. Ha, yo'q, qo'rqmayman dadasi. Siz bilan boraman-ku, qachon boramiz? Mana shu yaqin kunda boramiz. Shu ozgina pul yetmayapti-da. Men bitta haligi sayohat agentligi bilan gaplashuvdim. Ha. Tailandga $200 yetmayapti-da. O'zingiz hamma narsani tayyorlab qo'yibsiz-ku dadasi. Qada, sen o'ylamading, erim o'ynab yuribdi deb. Men seni baxtli o'ylab, a? Seni baxtli qilish uchun Rahmat, dadasi. yelib yugurib yuribman-da. Voy, aytgancha dadasi. Ah. Hozir. Hozir kelaman. O'xshadi shekilli, a? O'xshadi. Ay jonim. Gapirish mumkin emas, bu ham hal bo'ldi, o'xshadi. Endi hozir borib, ana, u hozir pul sanayapti. Pul olib keladi. Ha, xotinjon, a? Tailandga seni olib boraman. Tailand. Tailandmish. Tavba. Yetadi. Tailand. Dadasi, mana. Mana. $200. Olmayman men. O'zi pul kerak. Ha. Lekin sendan olishga xijolat bo'lyapman. Ha, mayli bo'lmasam. Yo'q, mayli, ber. Shuncha ovora bo'lib chiqding. Mayli, olsam ola qolay. Ha. Ha? Nega bunday qarab turibsan? Xotin, to'g'risini aytsam, yana ozgina